Yaponiyadagi Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul va Hongkongliklar Yaponiyaning Nagasaki shahrida birlashma namoyish o'tkazib, har qaysi davlatlarni 2022-yildagi Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasiga qarshi turishga chaqirdi. 25 aprel kuni o'tkazilgan namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Yaponiyada faoliyat olib berayotgan Tibetliklar jamiyati, Mo'ng'ul, Hongkongliklarning ommaviy tashkilotlari va Yaponliklarning ommaviy tashkilotlaridan bo'lib 11 tashkilotdan 60 atrofida kishi ishtirok qildi. Namoyishda qo'llarida bayroqlarini va Xitoyga qarshi lozunkalarni ko'tarib olgan namoyishchilar dunyodagi har qaysi davlatlarni 2022-yili Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilishga chaqirish bilan birlikda Xitoyni Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul va Hongkongliklarga elib berayotgan bostirish siyosatini darhol to'xtatishga chaqirdi. Amerika qalamkashlar jamiyati e'lon qilgan 2020-yillik yezish erkinligi ko'rsatkichi dokladida ko'rsatishicha, Xitoy yana yozuvchi, ziyoli va tadqiqotchilar eng ko'p qamal qilgan davlat qatoridan o'rin olgan bo'lib, mazkur dokladga qamoqdagi 40 nafar Uyg'ur ziyolisi kirgizilgan. Dokladga 2020-yili dunyo miqyosidagi 35 davlatda yozgan asarlari sababli erkinligidan mahrum qilingan 273 nafar ziyoli, tanqidchi va yozuvchi shoirlar kirgizilgan. Bularning orasidagi 81 nafar yozuvchi Xitoyda tutqun qilingan bo'lib, buning 50%, ya'ni 40 necha nafari Uyg'ur elida ekan. Shuning bilan Sharqiy Turkiston rayoni dunyoda yozuvchi shoirlar eng ko'p qamal qilingan rayon deb atalgan. Yig'inda doklad tayyorlovchilardan Karin Karlera xonim so'z qilib, diktator hokimiyatlarning erkin fikr qilguvchilarni terrorizm qalbiqi bilan bostirishining umumiy hodisiga aylanib qilinayotganligini o'tirg'a qo'ygan. U bayonotida Xitoyning oldingi yili 81 yozuvchini turmaga tashlaganligini, buning boshqa davlatlardagi sondan ko'p yuqori ekanligini, Xitoyning asosliqi Xitoy doiralarining yuqumga bo'lgan inkosi, turli siyosatlari va Sharqiy Turkistonga tutqun qilish qilmishlari haqida so'z qilganligi uchun yozuvchilar va obzorchilarning turmaga tashlanganligini bildirgan. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligining yangi dokladida Xitoyning harbiy kengaytirish faoliyatlariga bo'lgan әндىشىسى ifodalandi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi 2021-yillik dokladida Xitoyning Sharqiy Xitoy dېڭىزى va Janubiy Xitoy dېڭىزىdagi harbiy kengaytirish faoliyatlariga bo'lgan әндىشىسىنى o'ttirg'a qo'ydi. Tashqi ishlar ministrligining 2021-yillik diplomatik ko'k toshliq kitob nomli yig'inliq dokladida Xitoyning Osiyo rayonining hozirgi holatini o'zgartirish uchun oshkora va bir taraflama harbiy faoliyat olib berilayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Dokladda Amerika, Avstraliya va Hindiston bilan bo'lgan ittifoqning yo'l boshlash erkinligi va qonun bilan boshqarishni asos qilish tasavvurining xalqaro jamiyatning qo'llashiga erishganligi o'tirg'a qo'yilgan. Doklad yana Sharqiy Turkiston rayoni va Hongkongdagi kishilik huquq dafsandichiligi tilga olingan. Shuning bilan birga Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflik munosabat muhim ikki taraf munosabatning biri deb tasvirlangan. To'qson navbatlik Oskar mukofotida Osiyo naslidan kelib chiqqan Sauting Nomandland filmi uchun eng yaxshi kino mukofotiga va o'zi eng yaxshi rejissor mukofotiga erishdi. Lekin Xitoy hukumatı uning filmining Xitoyda ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning bilan birga uning mukofotga erishganligi haqidagi uchur Xitoydagi davlat taratqularida birda qamal qilindi. Beijingda tug'ilgan va Amerikada cho'ng bo'lgan Sauning muvaffaqiyatini Xitoy hukumatining rasmiy taratqullari bo'lgan Markaziy televiziya stansiyasi va Xinhua agentligida berilmadi. Xitoy ijtimoiy taratqu applarida uning nomi cheklandi. U ilgari bir taratquning ziyoratini qabul qilganda Xitoyni yolg'onchilik yurti deb tasvirlab mundaq degan: "Hamma yerda yolg'onchilik. Men kichik vaqtimda o'rgangan nurg'un uchurlar to'g'ri emas. Shunlashgan men oilamga va yiltizimga osiylik qildim." Rejissor Sauning Oskar marosimida Nomandland filmi bilan mukofotga erishganda Xitoy haqida qilgan so'zlari yana bir qatam diqqat tortdi. Xitoy davlatlik bozorni nazorat qilib boshqarish organi Alibabadan keyin yemaklik magnati Meituanga qarata monopol tekshirishni boshladi. O'xshash tekshirishda Alibabaga 2 milliard 800 million dollar jazo berilgan edi.
Analizchilar Xitoyning 3-chi cho'ng şirketi bo'lgan Meituan'ga taxminan 4 milliard 600 million yuan, 709 million dollar jarimana qo'yilishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Egilanishicha, xabar tarqalgan dastlabki mezgilda shirkatning pay bahosi 3,1% tushib ketgan.